Mamlakatimizda transport infratuzilmasini rivojlantirish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash hamda aholiga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ana shunday yirik loyihalardan biri Toshkent viloyatining O'rta-Chirchiq tumanida jadallik bilan davom etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. O'rta-Chirchiq tumanidan o'tuvchi D007 avtomobil yo'lining O'choqli, Sholikor va Bunyodkor mahallalari hududida keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilmoqda. Loyiha doirasida Toshkent shahridan viloyat hududiga kirish qismida transport oqimini tartibga solish va harakat xavfsizligini oshirish maqsadida bitta avtomobil hamda bitta piyodalar uchun zamonaviy tunnel barpo etilmoqda. Shuningdek, avtomobil yo'li bosqichma-bosqich kengaytirilib, qo'shimcha qatnov yo'laklari barpo etilmoqda. Yo'l bo'ylab obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham olib borilmoqda. Ma'lumot uchun loyiha O'rta-Chirchiq tumanining Qorasuv mahallasigacha bo'lgan hududni qamrab oladi. Mazkur bunyodkorlik ishlari yakunlangach, transport vositalarining harakatlanish qulayligi sezilarli darajada oshadi. Tirbandliklar kamayadi hamda haydovchi va piyodalar uchun xavfsiz va zamonaviy yo'l infratuzilmasi yaratiladi. Bu esa hududning transport salohiyatini yanada rivojlantirish va aholiga qulaylik yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.